Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan o'zim duch kelgan muammo bilan tanishtirib o'taman va ushbuning yechimini birgalikda topamiz. Xo'p, endi qarang. Bizdagi muammo shuki, notebookimizda menda Acer, kimda qanaqa bilmadim, lekin bu ko'proq Acer, Linux va yana bir nechta xildagi modellarda takrorlanishi mumkin muammo. Xo'p, qarang mana Wi-Fi ni yoqolmayapman. Wi-Fi muoni bossam ham belgisini bu yerda ham yonmayapti. Setu adapterda nastroykasiga kirganimda ham aytaylik, mana nastroyka parametrov adapteriga kirsam, bu holatda ham bu yerda yoniq turibdi, lekin o'chikligini mana bu yerdan bilsak bo'ladi. Diagnostika qo'yamiz. Diagnostika подключения. Включить беспроводную связь deyapti. Беспроводную связь o'chik. Demak, для включения беспроводной связи на компьютере используется переключатель на передней или боковой панели компьютера или функциональный клавиш deyapti. Ushbu funksionallikni bajaruvchi klaviaturalardan foydalanishni maslahat beryapti. Endi yana bir narsa, unga oydinlik kiritishning yana bir yo'li bor. Ya'ni bu yerda hozir yana bitta xizmati bo'ladi uni. Buni biz CDM orqali aniqlashimiz mumkin. CDM ga mana bu buyruqni qo'yasiz. Net Shulan Show Interface. Enterni bosasiz. Mana imya беспроводной set deyapti. Mana shu adapterda deyapti. Holati, состоянияsi o'chik deyapti. Xo'p, endi buni yoqish uchun kompyuteringizda shu Wi-Fi ni rasmi bor klaviaturangiz bo'ladi. U F2, F3, F4, F5, F6 gacha bo'lgan knopkalar ichida bo'lishi mumkin. Endi uni Fn knopkasi bilan F3 ni, masalan, menda F3 ekan, F3 ni o'zini bosamiz. Buni yopib qo'ysak bo'laveradi. Va 10 soniya kutamiz. Ko'rib turganingizdek, mavjud Wi-Fi ga ulandi. Беспроводной setimiz desa yondi, ishlayapti. Endi CDM dan yana bir marta состояниясini tekshirishlik mumkin. Yana xuddi shu komandani bitta bersangiz, mana bu yerda avtomatik подключение tezligi, demak, biz holatimizda состояние подключено bo'ldi. Asosiy muammo faqatgina knopkadan o'chirib qo'ygan holatimizda qaytib yoqmaganimizda bo'lib kelib chiqyapti. Video yoqqan bo'lsa klass bosib qo'ying. Do'stlarga ham jo'natib qo'ying, kerak bo'lsa ko'pchilikka foydasi tegadi degan umiddaman, Xudo xolisa. Sog' bo'ling.